Assalomu alaykum barchaga. Meni ismim Dr. Jamshid. Ushbu videoda men sizlarga semizlik to'g'risida bir qancha ma'lumotlar berib o'tmoqchiman. 21-asrda texnologik rivojlanish va sanoatda erishilgan yutuqlar butun dunyo bo'ylab tarqalib, insonlar orasida yangi epidemiyani rivojlantirdi. Ushbu epidemiyaning nomi semizlik deb aytiladi. Va bugungi kunda semizlik shunchalik keng tarqalib boryaptiki, semizlik natijasida turli xil xavfli kasalliklar kelib chiqib, insonlarning hayotini qisqarishiga sabab bo'lmoqda. Aynan mana shu videoda men sizlarga semizlik o'zi nimaligi, unga qanday qilib baho berish kerak va qanaqangi sog'liqqa ziyon keltirishi to'g'risida ma'lumotlar berib o'taman. Xo'p, semizlik bu tana massasini bo'yiga nisbatan ortiqcha bo'lib ketishi va mana shu ortiqcha massa asosan yog'lar hisobiga yig'iladi. Xo'p, nima uchun yog'lar hisobiga yig'iladi? Buning uchun biz bilib olishimiz kerak, inson organizmida moddalarning sintezi va parchalanishi qanaqa sodir bo'lishi. Xo'p, biz ovqat orqali turli xil moddalarni iste'mol qilamiz va ushbu moddalardan energiya ajralib chiqadi va mana shu energiyani biz kaloriyalarda hisoblaymiz. Shuning uchun ham ovqat yuqori kaloriyali yoki past kaloriyali degan terminlar ishlatiladi. Va mana shu olingan energiyani biz hayot faoliyatimizni ta'minlash uchun yoki kundalik turmush ishlarimizni bajarish uchun sarflaymiz. Mana shu qabul qilingan energiya va chiqib ketgan energiya orasida o'zaro munosabat tana massasining ortishi, kamayishi yoki saqlanib qolishini belgilab beradi. Bordi-yu, tashqaridan qabul qiladigan energiyamiz biz sarflaydigan energiyaga nisbatan ko'p bo'ladigan bo'lsa, ushbu holat semizlikni keltirib chiqarishi mumkin. 21-asr kelib, sanoat rivojlangandan keyin insonlarning turmush tarzi yaxshilandi va dunyo bo'ylab turli xil xalqlarning madaniyati keng tarqalishni boshladi. Shuningdek, O'zbekistonda ham g'arb madaniyatiga xos bo'lgan yuqori kaloriyali va tez hazm bo'luvchi ovqatlarni iste'mol qilish urf-odat tusiga kirib bormoqda. Va ikkinchi tarafdan biz jismoniy harakat orqali sarflaydigan energiyamizni kamaytirib yubordik. Bunga sabab ko'pchilik insonlarni og'ir mehnat talab qiladigan yumushlardan voz kechishi yoki ofisda ishlaydigan ishlarga o'tib band bo'lishi. Bularning barchasi insonlarning harakatini chekladi va kun davomida sarflanadigan energiya miqdorini kamaytirib yubordi. Yuqori kaloriyali ovqatni iste'mol qilib, biz kamroq energiya sarflaydigan bo'lsak, bizda energiya ortib qoladi. Va mana shu ortib qolgan energiya yog' ko'rinishda teri ostida, organlar orasida saqlanadi. Va oxir-oqibat insonda tana massasi ortib ketadi va biz shu narsani semizlik deb aytamiz. Xo'p, inson o'zi semizmi, semiz emasmi? Semiz bo'lsa qanchalik semiz va shu holat insonning sog'lig'iga qanchalik yomon ta'sir qiladi degan savollarga hozir men sizga javob berishga harakat qilaman. Insonning semizligiga baho berish uchun biz TMI deb aytiladigan ko'rsatkichni hisoblashimiz kerak. TMI o'zbekchasiga tana massa indeksi deb aytiladi. Endi men buni o'zim yozdim. Inglizchasiga BMI deb aytiladi. Body Mass Index deyiladi. Mayli, nima bo'lganda ham u qiziq emas. Bizga ushbu ko'rsatkichni nima bildirishi muhim. Yuqorida M bu massa, tana massasini kilogramlarda olamiz. Pastki qismga, ya'ni mahrajga esa uzunlik, insonning bo'yining uzunligini metrlarga aylantiramiz hamda uni kvadratga ko'taramiz. Men o'zimning misolimda sizga hisoblab ko'rsatadigan bo'lsam, meni vaznim taxminan 80 kilogramga teng. Bo'yimning uzunligi bo'lsa 1.8 metr. Agar buni kvadratga oshiradigan bo'lsam, quyidagi holat kelib chiqadi va oxirgi natija 25 kilogram metr kvadrat. Xo'p, 25 degani nima degani? Buni bilish uchun biz quyidagi ma'lumotlarni bilishimiz kerak. Insonning tana massa indeksi normal yoki ideal deb hisoblanadi, qachonki u 17 va 25 oralig'ida bo'lsa. Bu ideal tana massasi. Endi bordi-yu, bizda ko'rsatkich 25 va 30 oralig'ida bo'lgan bo'lsa, unda tana massa indeksi ortiqcha deb aytiladi, ya'ni ortiqcha vazn. Bordi-yu, sizda ko'rsatkich 30 dan yuqori va 35 oralig'ida bo'ladigan bo'lsa, bunda semizlikning birinchi darajasi deb aytiladi. 35 va 40 orasida tana massa indeksiga ega bo'lgan odamlarda ikkinchi daraja semizlikka misol bo'ladi. 40 dan yuqori bo'lgan tana massa indeksiga ega bo'lgan odamlar 3-darajadagi semizlik guruhiga kiritiladi va bular morbid semizlik deb aytiladi. Endi barcha odamlarda ham ushbu ko'rsatkich ideal holatda ko'rsatib bera olmaydi tana massa indeksi, semizlik yoki semizlik emasligini. Misol uchun, sport bilan shug'ullanadigan, yuqori mushak massasiga ega bo'lgan odamlarda tana massa indeksi yuqori bo'lishiga qaramasdan, misol uchun 30 bo'ladigan bo'lsa ham, lekin ularda semizlik holati qayd etilmaydi. Bunga sabab semizlikni belgilashda yana boshqa parametrlarni ham hisobga olish kerakligi. Misol uchun, obxvat talii, bel aylanasi uzunligi. Belni aylanasi uzunligi erkaklarda 94 sm dan kichkina bo'lishi kerak va ayollarda bo'lsa
80 santimetrdan kichkina bo'lishi kerak. Semizlikka uchragan odamlarning ko'pida glyukoza metabolizmi buziladi va buni biz insulinga rezistentlik holati bilan tushuntirib beramiz. Insulin deb aytiladigan gormon mavjud bo'lib, ushbu gormon me'da osti bezidan ishlab chiqariladi va ozuqa orqali kirgan glyukozani hujayralar ichiga yo'naltiradi. Bordi-yu, insulinga nisbatan rezistentlik paydo bo'ladigan bo'lsa, qonda glyukoza miqdori ortib ketadi. Agar glyukoza o'zi nima deyilgan savolga javob beradigan bo'lsak, bu xalq tilida yana shakar deb ham aytiladi. Asosan shirin bo'lgan mahsulotlardan organizmga tushib keladi yoki murakkab uglevodlardan ham kelib tushishi mumkin. Bu to'g'risida keyinroq gaplashib o'tamiz. Xo'p, glyukoza miqdorini qonda ortib ketishi keyinchalik qandli diabet deb aytiladigan kasallikni keltirib chiqaradi. Qandli diabet. Bundan tashqari, yurak qon tomir tizimiga ham bir muncha salbiy ta'sir ko'rsatib, ortiqcha tana massasiga ega bo'lish insonlarda qon bosimi ortishini ehtimolligini oshiradi. Ya'ni yuqori arterial qon bosimi. Shuningdek, semizlikka uchragan odamlarning qonida xolesterol, yomon sifatli yog'larning miqdori ortib ketadi. Arterial qon bosimining yuqori bo'lishi qon tomirlarini shikastlaydi va buning natijasida yurak ishemik kasalligi, infarkt miokardi yoki insult kabi holatlar rivojlanishi mumkin. Qon tomirlarining ichida oqib yurgan qon tarkibida yog' miqdorining yuqori bo'lishi esa ateroskleroz, ya'ni qon tomirlarini torayib qolishini keltirib chiqaradi va buning natijasida turli xil asoratlar yuzaga keladi. Mana shu uchala asorat semiz insonlarda keng tarqalgan bo'lib, buning natijasida insonlarning hayot faoliyati qisqaradi. Misol uchun, qandli diabetga uchragan odamlar hayot faoliyati sifati birmuncha tushadi va ularning davomiyligi ham kamayib ketadi. Keling endi siz bilan mana shunaqangi holatlarga, ya'ni yomon asoratli kasalliklarga uchrab qolmaslik uchun qilinish kerak bo'lgan ishlar to'g'risida gaplashib o'tamiz. Demak, birinchi bo'lib qiladigan ishingiz bu tana massa indeksingizni hisoblab ko'ring. Bordi-yu, sizda ortiqcha tana massasi yoki semizlik darajasi, turli xil darajasi kelib chiqadigan bo'lsa, unda biz o'zimizni turli xil kasalliklarga chalinish moyilligimizni hisoblashimiz mumkin. Buning uchun arterial qon bosimini o'lchashni tavsiya qilaman. Buni biz oddiy tonometr yordamida uy sharoitida amalga oshirsak bo'ladi. Va qondagi glyukoza miqdorini hisoblash uchun glyukometr deb aytiladigan maxsus apparatdan foydalanib, qondagi glyukoza miqdorini tekshirishimiz mumkin. Qondagi glyukoza miqdorini glyukometr yordamida tekshiradigan bo'lsangiz, u normal ko'rsatkichlarda 5,7 millimol litrdan kamroq chiqishi kerak. Bordi-yu, sizda qon bosimi normal va glyukoza miqdori normal bo'ladigan bo'lsa, bu albatta yaxshi degan ma'noni bildiradi. Bordi-yu, arterial qon bosimi yoki glyukoza miqdori ko'tarilgan bo'lsa, biz endi insultni yoki infarktni, qandli diabetni kelib chiqishini oldini olishimiz kerak. Buning uchun ortiqcha tana massasidan qutulishimiz kerak. Hayot turmush tarzini birmuncha o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Umuman olganda, ushbu videoda men sizlar bilan ulashmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agar bordi-yu, sizda qanaqadir savollar paydo bo'lgan bo'lsa, kommentariy bo'limida yozib qoldirishingiz mumkin. Agar video sizga yoqgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling. O'z sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.